ajoyib необычный so'z ekan. Shunday ekan, buni ko'ramiz. Rangi ham chiroyli. G'altirash qarang. Qandmi? Qandmi shu rangidan? Rangi ham bor. Rahmat jonim. Manda o'zini kutib bor ekan. O'zbekiston bayrog'ida aylanay. Nima ekan o'sha? Yumshoqqina ekan. Xuaxuan ovqati bu. Yo'q, Mana Xuaxuan ovqatlari. Yuring, boring. Xuaxuan ovqati. tuxummi? Xuaxuan ovqat emasmi? Yo'q. Bu ham savdo yerda narsalar bor. Tuxum ekan. Tuxum, yumshoq. Nega unda savol bor? Xaladindan Xuaxuan ovqatini berdilar, ertalab Xuaxuaga berdilar. Odam yegan narsani yeydimi? Qimmat kuchuk ekan. Albatta. Mana buni ertalab berdilar-da Xuaxuaga. Ha, bu sosiska kerak-ku. Zo'r, men tepida yong'oqlar bor ekan. Holvalari. Yong'oqlari katta-katta qaraylik. Shu choyni sevib ichyapsiz-da, tindirmasdan uyda. Yoshartiruvchi choy. Bizga yoqimli ishtaha, sizga yoqimli tomosha. Ayyana. Ayni damda biz katta bir do'konga keldik. Bu do'konda har xil oziq-ovqat mahsulotlari sotiladi va narxlarini hozir ko'ramiz. $100, 600 yuan. Mana hozirgi yuan narxlarini sizlar ko'rib chiqasizlar. Misol uchun mana bunaqa shirinliklar kilosi 31 yuanga, 43 yuan. Nozima nima edi bu? Xurmo. 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 Men o'zi bilardim, ataylab so'radim. Nozimani ovozi tushsin. Aha. Pista 22 yuan. Pistalar. Bu nimaga foyda? Va bu qurtlarni tushirishga foyda. Juda yaxshi bu. Ko'payib ketgan qurtlari. Ha, ko'payib ketgan qurtlarni. Pistalar. Mana bularning no'xatlari. Novot, hamma narsa bor. Mana bu choylari juda ham mazali choy. Juda ham boy choylar. Nilufar opa, nima o'tiribsiz? Turing. Yo'q, bitta narsaga hayron qolganman-da, qarang. Aha. Shirinlik do'konidamiz, lekin sir, shirinlik do'konida. Qani? Mana sir. Sir, shirinlik do'konida. O'tirishingizga nechi? Hozir o'tirishimga ham sirni ham so'rab keling. Qani so'rang, nima ekan? Rostdan menga ham qiziq. Do'kon rahbari gaplashyapti. Hozir 2 daqiqadan keyin yana aloqaga chiqamiz sizlar. Aha. What is this? Cheese. Ingliz tilini ham bilishmaydi bilan. Can we yum. Dilini tushuntirdim. Hozir biza. Okey. Shisha. Ha, shisha. Shisha degani rahmat deganimi? Nima bu? Shirinlikmi? Sirmi? Nima? O'ylantirib yuboryapsiz. Yeb ko'raman. O'tiraman, sizdan so'rab. Voy, ikkita chiqdi ko'rdingizmi? Juppa bering deyishgan. Mana bunaqa yong'oqni hech qayerda ko'rmagansizlar. Qaranglar, bu video asosan chaqchiqchilarga atalibdi. Ko'rasizlar, kattaligini qaranglar. Ichidagi hozir mag'izlarini ham ko'rsataman. Mana qaranglar, mag'izlari ham добрый. Juda ham chiroyli. Mana kattaligini o'z qo'limdan bilsanglar ham bo'ladi, jonon narsa. Qo'shiq esimga keldi. Jonon bo'laman deb hammani kuydirasanmi? Kuygan bu faqirlarni yana yondirasanmi? Chaqchuqchi tadbirkorlar, ishotamizlar? Kelinglar, zo'r narsa aytaman. O'zbekistondagi tadbirkorlarimizga juda ham zo'r layfhak. Agar sizlar O'zbekistonda ham shunaqa ish yuritsanglar, ishingiz 5 bo'ladi, a'lo bo'ladi, super bo'ladi. Qaranglar, yong'oqni tozalab, asalga botirib, yana ustiga sedanalarni sepib turib sotishadi, qarang. Rangini bu umuman dahshat. Qiynalib o'tirmaydi. Asal. Yong'oqni o'zini ko'rsata olasizmi? Yong'oqni o'zi asalga botirilgan sedanalari bilan. Kunjutlari bilan mana. Kunjutlari bilan. Qizlar yoki erkaklar, ya'ni o'sha chaqchiqchilar agar kim birinchi mana shu biznesni tadbirkorlikka qo'shsa, ishoninglar, nomer 1 bo'lib ketasizlar. Chunki bizning o'zbek xalqimizda suv chiqadi baribir, hech qachon to'ylarimiz qolmaydi. Ustollarga ko'rib beradi. Ya'ni sizlarga layfhak. Shunaqa layfhaklarni ko'p qo'yamiz, to'g'rimi? To'g'ri. Dasturxonga juda chiroyli bezak beradigan va foydali asal yong'oq aralashmasida tayyorlangan, tozalangan mahsulot. Pashmelari bor ekan. Pashme sevuvchilar uchun. Mana qarang, har xil bor pashmelar. Noodatiy narsalar. Jida.
Shirinlik. Sutlik sizlarni quritmaga o'xshaydi mana. Qurtga o'xshaydigan. Quritma, shirinlik. Quritilgan shu. Quritilgan sutli, quritilgan har xil mevalari bilan qo'yilgan. Menimcha mana bu anaqa bo'lsa kerak. Mango. Mangoga o'xshayapti. Mango yoki qovunmi? Qovun bunaqa rang bo'lmaydi. Mana bu kivi. Ha, 100% kivi. Hop. Bu nima ekan? Bu bir anaqa gilosmi, chereshni, Da. vishni, olchami, gilosmi? Buni endi bilmadim o'rtoqlar. Magizga o'xshatdim, chunki bularda 45 bir xil magiz bor. Shirinlikka ming xil turlari bor. Tabga qarab, xohishga qarab, bemalol kim nimani xohlasa sotib olib yeydi. Lekin yong'oqga besh ketdim. Yoqdimi? Mana shu yong'oqga umuman juda zo'r ketadi bu. Non, qattiq non. Ha. Suxariga o'xshaganda. Bular ko'proq asosan uyg'urlar bo'lgan shu yerda atgan choy bilan ichishadi-da buni. Ha, Qottirib. choyga solib. Shundoq. Men shu Toshkentga borganda biz uyg'urcha gapira olsak kerak, xitoycha gapiramiz. Erta gapirib ber. Buni kichkinaligini qarang. Pistaga o'xshamaydi, bodomga o'xshamaydi. Mazasi qanday? Yog'li, tamsiz. Yong'oqga o'xshaydi, lekin yong'oq emas. Betam, yog'li nimada? Pista ham emas, pista bilan yong'oqni o'rtasi menimcha. Siz ham yeb ko'rdingizmi? Men yedim lekin. Buni nimaligini o'ziga topsin, chaqchuqchilar topsin. Chaqchuqchilar topinglar nima bu? Oq pista bodomni ko'rganmisizlar? Bunaqa pakovkada aynan o'zini rasmi bilan qilingan juda ham zo'r. Ya'ni xandon pista deyiladi bizda. Mana shu xandon pistani birinchi kim olib kirsa, ishoning, katta daromadni boshida yechib oladi. Chunki keyinchalik hammada ko'payib ketadi-da. Qarang, qanaqa foydali kontent qilyapmiz. Hammasi sizlar uchun, bilsanglar bilarsizlar. Tekinga eng qizig'i. Buni qanaqalarni pulga sotishadi boshqa guruhlarda, bilasizmi? Fikringlarni kommentariyada yozib qoldiringlar. Chaqchuqchilar, sizlarni kutamiz. Novotni ichida choy. Joyizlarni xilma-xili bor. Qaranglar, mana dumaloq shaklda, lekin mana bu bunaqa mayduzni ko'rganmisizlar? Uzunchoni. Damskiy palech. Ta'mi ham mazali. O'zbekistonda 7 xil, 15 xil nav uzun bo'lsa, Xitoyda esa 45 xilda. Mana o'sha bir navini siz yeb turibsiz. Bunda qo'lingizga qo'yib ko'rsating-da qanchalik kattaligini, balki kadrda ko'rishmayotgandir. Uzun, ingichka qaranglar. Ana. Uzunligi yoqdimi sizga? Menga uzun va yo'g'on narsalar juda yoqadi. Yo'q, ingichka ekan-da. Mayli. Bu bir ülkeni esте qalar